Do'stlar, qaranglar biz qayerga yetib keldik. Juda ko'p insonlar kommentga Andijonga keling degan uchun biz Andijonga yetib keldik. Keyin ba'zi akaxonlar sen bilan shartnoma qilamiz, patchilaringga sovg'alar ulashamiz dedi. Biz hozir nima uchun kelyapmiz? Biz ko'p akalarimiz Shahrixonda, bugun Shahrixondamiz, ertaga Andijonda Navro'z Mo'ldamiz. Yana bir ikkita shartnomalarni bitirib ketamiz. Nodirbek, mana o'zingiz bilasiz, ko'pchilik akalar bizga chiqdi. Ko'pchilik akalar chiqdi-da. Reklamangiz arzonligini aytdi, hammasi bilan ishlashga rozi bo'ldik. Faqat nimaga xalqingizga, podpiskalaringizga sovg'a ulashsagina. Bo'ldi, men xalqdan chiqdimmi? Xalq bilan ko'pchilik reklamalar, ba'zi blogerlar endi aytmayman, arzon olyapsan ekan, u yoq bu yoq dedi. Chunki meni xalq ko'tardi. Piyoda bordim, Allohning uyiga borguncha men reklama olmasdan mana faqat Allohni o'ylab bordim. Endi Alloh mana beryapti. O'zlaring ko'ryapsizlar reklamalardan qanchaligini. Men xalq o'ylab mana sizlar mana telefon qilyapti, to'g'rimi? Qancha odam telefon qilyapti? Bizga 500 ta, 1000 talab telefonlar keladi. Reklama asosida mana vodiyda so'raganlar biz yetib keldik. Mana qiziqqanlar so'ranglar, shartnoma tuzamiz, 1 yillik, 6 yillik murojaat qilaverasizlar. Bo'ldi, 6 yil emas, inshaalloh. Do'stlar, yillik davomiy bo'lsa, bu challenge bo'ladi, shartnomali bu o'yinlar bo'ladi. Qachonki podpischalarimga sovg'alar ulashsa, men reklamani arzonroq qilib sizlarga ham podpischka qilib beraman. Chunki xalq hozir kunda juda ko'p insonlar bloger bo'lib ketyapti-ku. Albatta, bu Nodirbek bir tomoni aktivi, haqiqatan jonli yig'ilgan prosmotrlardan maza qiladi. Agar million prosmotr bo'lmasa reklama o'z hisob emas. 100%. Do'stlar, men o'zimni bilasizlar, qobiliyatimni har xil shunaqa challengelar, ideyalar o'ylanadi. Biz xullas Andijonga yetib keldik do'stlar. Aloqaga chiqarasizlar. Mana shu nomerlarga aloqa qilsalaring, narxlarini xullas qanaqa challengelar o'tkazamiz, o'yinlar o'tkazamiz. Reklama berayotganlar, qaranglar. Meni podpischalarimga, menga obuna bo'lganlarga sovg'a ulashsalaring, men zo'r qilib sizlarni aytgandek qilib million prosmotr urib alqolashamiz, to'g'rimi? Sog' bo'linglar, salomat. Evet do'stlar, bugun Shahrixondamiz. 23-dekabr 3 kun shu yerda bo'lamiz Andijonda. Bemalol aloqaga chiqarasizlar.